tianshining maxsus kalsiy tianshisi yoki o'zimizni tilda aytganda mozgovoy kalsiy, ya'ni bu mahsulotning pastiga miyachaning rasmi chizilgan. Bu ham o'sha 2021-yildagi Amerikadagi mashhur выставкада oltin medalga sazovor bo'lgan. Bu mahsulotning afzallik tomonlari boshqa kalsiylardan farqi so'rilish darajasi 98%. Maxsus miyani qon tomirlarini ochish uchun ishlab chiqilgan kalsiy hisoblanadi va bolachalarimizga suyak va tishlarning shakllanishida ishtirok etadi. Yurak qon tomir va asab tizimlarini tartibga solishda yordam beradi. Metabolizmda ishtirok etadi. Taurin va letsitin moddalari buning ichida borki, u organizmni baquvvat qiladi, jismoniy va aqliy faollikni oshiradi. Buni ichgan bolachalarimiz juda ham umniy she'rlarni bittada yodlaydi va xotirasiga juda ko'p narsalarni olishi kuzatilgan. Buni tarkibda bundan tashqari vitamin gruppa B1, B9, B12 va vitamin askorbinkalar va organizmni faolligini oshiruvchi aminokislotalar majmuasi mavjud. Barchaga tavsiya qilib qolaman.